Assalomu alaykum hurmatli mas'ullar. Ushbu videoda o'quvchini sinfda qayta o'qishga qoldirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Eslatib o'tamiz, o'quvchini sinfda qayta o'qishga qoldirish amali yangi o'quv yiliga o'tishdan avval bajarilishi shart. Buning uchun o'quvchilarni boshqarish moduliga kiring va o'quvchini sinfga qayta o'qishga qoldirish bo'limiga kiring. Yaratish tugmasini bosing. Yaratish tugmasini bosganingizdan so'ng sizga quyidagi jadval aks etadi. Ushbu jadvalni ko'rsatilgan ketma-ketlikda to'ldiring. Hujjat raqami avtomatik tarzda tizim tomonidan shakllantiriladi. O'quvchini sinfda qayta o'qishga qoldirish sanasini, misol uchun, o'quvchi mayda sinfda qayta o'qishga qoldirilgan. Mazmunini kiritasiz. O'quvchi qaysi o'quv yildan, qaysi sinfdan qayta o'qishga qoldirilayotganligini belgilaysiz va qaysi o'quv yiliga, qaysi sinfga qoldirilayotganini ham belgilaysiz. Shundan so'ng uchta nuqtani bosib, ro'yxatdan kerakli o'quvchini tanlang. Ariza raqamini kiriting va ariza sanasini ham bu yerga kiriting. Qo'shish tugmasini bosing. Ma'lumotlar shakllantirildi. Saqlash tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun yaratilgan hujjatni tasdiqlang. Hujjat muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Ikkinchi yo'riqnomada biz yangi o'quv yiliga o'tishdan avval bajarilishi kerak bo'lgan yana bir amal bilan tanishib o'tamiz. Bu o'quvchilarni bitiruvchi sifatida chetlatish. Buning uchun o'quvchilarni boshqarish modulidan o'quvchini chetlatish bo'limini tanlang. Bitiruvchi qismiga o'ting va yaratish tugmasini bosing. Ko'rsatilgan jadvalda mazmunini kiriting va saqlashni bosing. Qayta bitiruvchi qismiga o'tasiz va yaratilgan hujjatni ko'rishingiz mumkin. Ko'rish tugmasini bosing. Hujjat ichida ko'rsatilgan sinfdagi o'quvchilar soni bo'yicha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Barcha ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, hujjatni tasdiqlang. Bitiruvchi qismiga o'tib, chetlatilgan barcha o'quvchilarni ko'rishingiz mumkin. Uchinchi yo'riqnomada maktabni yangi o'quv yiliga o'tkazish jarayoni bilan tanishamiz. Buning uchun o'quvchilarni boshqarish modulidan yangi o'quv yiliga o'tish bo'limi ichiga kiring. Yaratish tugmasini bosing. Tizim tomonidan ko'ringan eslatmani diqqat bilan o'qing. Eslatmadagi amallarni bajargan bo'lsangiz, tushundim tugmasini bosing. Ko'ringan jadvalda hujjat raqamini va mazmunini kiriting. Saqlash tugmasini bosing. Endilikda saqlangan tugmani tasdiqlang. Tasdiqlashda tashkilotingizning INN raqami kerak bo'ladi. INNni kiritamiz va H tugmasini bosamiz. Sahifani yangilaymiz. Ushbu hujjat birinchi safardan tasdiqlanmasligi mumkin. Agar tasdiqlashda xatolik bo'ladigan bo'lsa, jadvalning ushbu qismida bu haqida aniq xabar ko'rsatiladi. Bunday holatda ushbu xatolikni to'g'rilab, yangi o'quv yiliga o'tish jarayonini qayta tasdiqlasangiz bo'ladi. Misol uchun, ushbu o'quvchiga elektron shahodatnoma berilmagan. Ko'rsatilgan xatolikni bartaraf etganingizdan so'ng ushbu hujjatni qaytadan tasdiqlashingiz mumkin.